Tishlarni qarang, momoqlar. Zolota. Sedili. Yo'q. Hadi. Tamam bu aradım. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrli assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kuningiz xayrli, barakotli, unumli bo'lsin. Video kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada izohingizni qoldiring va qayerdan kuzatyapsiz. Qadrdon, keyingi kontent nimadan bo'lsin? Bahoriy taom bo'lsinmi yoki boshqa? Dard ko'rmang, yaxshi insonsiz qadrdon. Bugungi taomimiz pisochniy chiburik qilamiz. Kichkina informatsionniy chotka qilib kuzatishni davom etamiz. Boshladik. Kashnuch, ukrop, chesnok, ko'k piyozlar. Mana shu ko'katlar, yoqtirgan ko'katingizni qo'shaverasiz. Mana shu ko'katlar bilan zo'r chiqadi. Eriydigan sir va pomidor, tabga kerak, tuz kerak bo'ladi. Boshladik. Ota hovliydamiz, hojidalarga taomni mazasi bu oila bilan taomlanish bo'ladi. Yosh ulug'lar bilan ayniqsa. Boshlaylik. Bismillah. Kubik qilib mayda qilib kesib olamiz. Ko'katni ko'p iste'mol qilish kerak edi, haddan ziyod. Bundan oldingi video kontentlarimizda ko'katlarni qanday yuvishligini boshdan oxirigacha ko'rsatganmiz, ya'ni qanday yuvish kerak. Ha, tushundingizmi? Oksus bilan yuvsa bo'ladi, solve rastovr bilan yuvsa bo'ladi, chunki u ko'kat o'sish paytida har xil narsa bo'ladi, tushunyapsizmi? Svejiy chesnoyni kim yomon ko'radi? Qarang, hidini qarang. Tabiiy energiyada bu. Ozgina noxush bo'ladi xolos, atak zo'r. Sarimsoq piyozni, ko'katini ozgina maydalab olasiz. Sababi bu ko'katlarga qaraganda nisbatan pishishi qiyin bo'ladi. Xamirda ichidan nima qoladi uchun maydalab olasiz. Buni posti, ya'ni ko'kat qattiqda, buni tushunyapsizmi? Seldereni singari. Pomidorni ham ko'p yashaydi to'g'ri olasiz. Kurshizdan o't yo'q tayyorlar, bag'at tayyorlaymiz. Qadrdon, menga quloq solib yaqinlashtiring. Video kontent cho'zilmasligi uchun Dehqoni Botir do'stimga xamir qildirib olganman. Bu Kafe Nishonovdagi, Farg'ona shahar markazidagi Kafe Nishonovda qilinayotgan xamirlarni olib kelib, video so'ngiga ishlatyapmiz. Xamir deyarli tayyor, har bir grammi 50 grammdan. Jiyan tutatib olmagini, ko'zimni achishtirib, chiburakni o'zing qilasanmi? Yeysan chiburak? Bismillah. Ichida chiburakda avtomatni yeysan, xo'pmi? Yog'ni qizdirib tutatmasdan, xo'pmi? Qani, sir turg'ib olamiz. Xamir retseptini opisanda yozib qoldiramiz va sirlarni, nimalarni, qancha grammlarligini albatta opisanda yozib qoldiramiz. Bag'ni tezlashtirib ezib tayyorgarlik qilamiz. Oldingi video kontentlarimizda xamir qilishlar hammasi bor. Bilmayman, bir 100 xil video bo'lsa kerak xamir sohasida. Ochdi qarang, avtomat.
Aylan. Xuddi mana shu kenglikda ochib olasiz. Qarang, qadrdon 15-20 ta xamir qo'yganingizdan keyin ozgina ezasiz, mana bir xil bo'lishligi uchun. Yopishmaydi-da xamirni qarang. Unli ochilgan sabab. Yengil yuritib olamiz. Ichida unlari ham yo'qolib ketadi. Ko'rindimi? Bir xil standart. Yoq qizgunga qadar buni tindirishga qo'yamiz, yana ham bir-biriga yaxshi yopishadi. Tushundingizmi? Biletda 50-55 tacha xamirimiz bor ekan, hammasini xuddi shunaqa qilib tindirib olamiz. Yoq qizgunga qadar tirib turgandan keyin poqilab tuyishni boshlaymiz. Xamirimiz deyarli tayyor. Nachinkani murchdan solib, tuz solib tayyorlaymiz. Tapga ko'ra tuz. Bu deyarli tayyor. Hidini qarang, buni hidini, qadrdon qarang. Tabiiy quvvat bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamir olyapmiz. Mana uni ketib allaqancha zo'r bo'lib qolgan. Tayyor nachinkani solyapmiz. Ko'pgina solaverasiz, chunki qarang, ozgina suv bo'lsa, xamir qattiq bo'lsa, ne yarimini bunday qilib olasiz, qarang. Bo'ldi. Yopishdi. Tarelkani qo'yasiz. Shunday ezasizda, mana qarang. Cheburak kesadigan nimalar bor, bilsalar. Yummalaqina bo'ladi. Tayyor. Qattiq. Qarang. G'ishga o'xshaydi, g'ishga hech narsa bo'lmaydi. Ko'pgina solasiz, sirlari eriydi. Ozgina namlab turib, shuni yopishtirasiz. Qattiq ezsiz, chokka qo'yib olmaydi. Kesish, yumaloq kesiligi uchun mana pichoqdan foydalanasiz. Qarang. Ursiz ham shasa bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi qadrdon? Hammasi shunday qilib olamiz. Bu hurmatli erkaklar, uydalarga tayyorlab berasizlar. Choyxona yuravermang. Qadrdon qarang. Bitta furada chiqdi, furada. Yana tayyorlanyapti. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bir boshdan boshlaymiz. Yo'q. Shirg'ani. Aylantirib. Gumbaz bo'ladi, qadrdon qarang. İşler qarang, momoqlar. Zolota. Indiana Jones. Esladimi? Bitta-bittadan. Qani bismillah. Bismillah. Muhammad qotadi, say so'roq berib berishki. Qani oqqochinglar, ketdi. Qani chiqdi? Yeganlar yo'q hali. Persepda bo'ptimi? Bu hojlarga sig'ida. Birinchi hojlarga olib qo'yamiz, qolganlar keyin. Hoji onamning hojida. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim.
So'z bilan boshlash katta. Qadrdon tayyorlab ko'rasiz. Keyingi sonda ko'rishguncha yaxshi insonsiz. Salomat bo'ling. Kommentda izohingizni kutamiz. Ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Onajon tatib ko'ringchi. Qani olinglarchi? Olavering, Olinglar olavering. bolalar, olinglarchi? Qani bismillahirrahmanirrahim. Olinglar bolalar hammalaring olinglar. Olinglar, olinglar bolalar. Juda chiroyli shirin bo'pti olinglar. Mazada. Sirlari bilan. Olavering. Ayam qayman. Olinglar Anqa juda ko'rmaydi. chiroyli bo'pti, mazzali. Juda zo'r chiqdi. Qora choydan ham. No. O'zing kulgin. Qurib oldi.